Assalomu bolalar, sizlar bilan bugun Behruz Minecraft. Bolalar, bugun bitta serverni obzor qilamiz. Let's go. Men bular xalaqit beryapti. Tak. Bu serverda hozircha survival, anarxiya, box PvP'da mana box PvP mana digitaldan mana mendinglar bor. Menda 4 stak mending bor ekan. Bu yoqda PvP qilish mumkin. Endi esa anarxiyaga qaytamiz. Survival ishlamayapti menimcha. Chiqib ketdi. Bu endi anarxiyada короче. Mana bu meni narsalarim, bu kit. Mana bu rank mana. Mana donate deb yozasizlar. VIP rankda virtual ender chest ochishga ruxsat ekan. Bu shop degan. Endi shunaqalar bor. Legend rank, anvil, virtual anvil ochsa bo'ladi. Kit uni o'zini kiti bor bolalar. Ultra rank uchsa bo'lar ekan, undan qilsa bo'lgan ekan. Bo'lar ekanda, mana arzon narxi 10 kunga 10 mingga butun umr, 10 kunga 5000 so'm. Tak, endi mana meni rank oxirgisi fly mode bersa bo'ladi, ban bersa bo'ladi. Xos. Mana Polat degan serverni admini owneri aytgancha, mana tanatlar, mana 20 ming so'm narxi menikini. 20 ming so'm. Bu butun umrga 10 ming so'm, 10 kunga 5 ming so'm. Bu rank butun umrga 5600 so'm ekan. 30 kunga 3900 so'm. VIP rank 1000 so'm ekan. Butun umrga. Bu ekan 5-6 ta odam olib kelganga-da. Vana hammaga salom deyapti. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Server IP'si описаниеda. Tak, endi aytgancha bitta siri bor. Mana bu sandiqni ochsangizlar, mana bu qaysini ketadi. Menimcha mana shuniki menimcha. Mana bu yerda YouTuber rankiniki. Men hammasini
olamanda, chunki men eng oxirgi rangni olganman. Tak, bu yerda RTP, hozircha RTP bu yerga sakrasangiz ishlamaydi. Buni bosib RTP deb yozsangiz teleport bo'lasiz. Mana RTP deb enter. Anarxiya, Nether, yo'q, bu World, bu Nether, bu Ender. Dragonna World. Bu yerda anarxiya ustiga bossangiz bo'ldi. Hali men bularni ham kichkina qilishim mumkin. Tak, endi hozir mana bu yerda mining qilishingiz mumkin. Bu yerda agar xohlasangiz men sizlarga bonus berishim mumkin. Mana shulardan bittasini berishim mumkin. Agar konkursda yutib olsangiz, konkursni hali boshlamayman. Bu sandiqlar ham ochilar ekan. Eng qizig'i, eng arzon narxlarda mana. Fire save nima qilyapti unda? Looting bor ekan. Mana bu yerda PvP qilsangiz bo'ladi odamlar bilan. Mana ko'rasiz. Endi odam yo'q-da. Endi yana qayeri qoldi u yerda? Yo'q. Tak, endi bo'ldi aytsangiz nimani obzor qilay yana? Server IPs описаниеda aytgancha o'zingizlarni o'yinda niklaringizni yozib qoldiringlar. Konkursda aniqlab olaman. Bo'ldi. Bugungi videomiz shundan iborat edi desam ishonmanglar. Konkursda mana bu Titan mana shu hitni yutib olishinglar mumkin. Zo'r setlari bor bunda. Yana ikkinchi o'ringa shuniki birinchi o'ringa bolalar YouTube kit sovg'a qilaman. Mana server admini mana shu faoliyat yuritdi. Negadir pastda RTP bor ekan. Tak, bola bu yerda mana bilan nima bular? Endi sanlar aytgancha rank olmoqchi bo'lsanglar adminga aytasizlar. Adminga bu yerdan chiqqan bo'lish kerak. Mana server yaratuvchisi Po'lat yeti. Endi shunga aytasizlar-da, rank olmoqchi bo'lsanglar.
Bu yerda yaqinda men Helper bo'laman. Tak, bolalar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sizlar bilan bugun Behruz Minecraft bo'ldi. Albatta serverning IP'sini opисаниеda qoldiraman. Xayr.